Bugungi kunda yosh avlodning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni kasb-hunarga yo'naltirish hamda bandligini ta'minlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda G'ijduvon tumanida Dolzarb 90 kun tadbirlari doirasida qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, tuman texnikumlarida turli yo'nalishlarda to'garaklar tashkil etilib, yoshlarning ta'til davrini samarali o'tkazishiga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, tikuvchilik, sartaroshlik, oshpazlik, santexnika ishlari, veterinariya, payvandlash, massaj, sport hamda kitobxonlik to'garaklari faol yo'lga qo'yilgan. Mazkur to'garaklarda o'quvchilar nafaqat qiziqarli mashg'ulotlar bilan band bo'lmoqda, balki amaliy kasb-hunar sirlarini ham o'zlashtirishmoqda. Mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich rahbarliklarida yoshlarimizni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash borasida qator izchil ishlar amalga oshirib kelinmoqda. 2025-yildan e'tiboran hammamizga juda yaxshi ma'lumki, Dolzarb 90 kunlik tadbirlari, ya'ni kim o'quvchi yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ular bilan ma'naviy, ma'rifiy, sport yo'nalishidagi, chet tillarini o'rganish yo'nalishidagi intensiv kasb lagerlarini tashkil etish borasida qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan G'ijduvon tuman 2-son kasb-hunar maktabida ham 2026-yil 1-iyun sanasidan boshlab intensiv kasb lagerlari negizida oshpazlik, tikuvchilik, sartaroshlik yo'nalishidagi o'quvchilarga kasb-hunarga qiziqtirish, kasb-hunar o'rgatish borasida to'garaklar tashkil etib kelinmoqda. Bundan tashqari ma'naviy, ma'rifiy yo'nalishda, demakki, o'quvchilarning kino kunlari, kitobxonlik tadbirlari, sport tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Ahamiyatlisi, mazkur tashabbuslar bilan bir qatorda yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan yana bir muhim tadbir — karyera kuni ham o'tkazildi. G'ijduvon tuman 2-son kasb-hunar texnikumida tashkil etilgan ushbu tadbir bitiruvchi yoshlarni o'z mutaxassisligi va qiziqishlariga mos ish o'rinlariga yo'naltirish, mehnat bozori talablari bilan tanishtirish hamda ish beruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qildi. Shuningdek, Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi hamda tumandagi 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-son texnikum bitiruvchilari tadbirda faol qatnashib, o'z mutaxassisliklari bo'yicha ish o'rinlari, amaliyot imkoniyatlari va kelgusidagi faoliyat istiqbollari bilan yaqindan tanishdilar. G'ijduvon tumanidagi texnikumlarning barcha bitiruvchilari bugungi karyera kuniga tashrif buyurishdi. Karyera kunida tumandagi korxonalarning bo'sh o'rinlari bilan tanishib chiqib, o'zlariga kerakli bo'lgan kasblar bilan tanishdi hamda o'zlariga kerakli bo'lgan kasbda ishlash istagini bildirishdi.